Assalomu alaykum hammaga. Ko'rib turganingizdek ko'plar yoqtiradigan o'sha hamyonbop narxlarda Tiggo 7 Pro avtomobilimiz ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli LED optika faralarida tashqi dizayn bo'yicha ham juda ham chiroyli avtomobil hisoblanadi. Buni akasi ham bor. Tiggo 7 Pro Max anchadan beri mashinamiz bizda ya'ni tez sotilib ketayotganda, obzor qilishga ulgurmayotgandik. Ko'rib turganingizdek, необычный rangda purple цветda kelgan. Bularning farqiga keladigan bo'lsak, 7 Pro diskasi mana bunaqa bo'ladi. Sal oddiyroq. Unda esa o'zi silniy diskada ishlangan bo'ladi. Bunda 18 ballon bo'lsa, bunda 19 razmerdagi diskamiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, tormoznoy sistemalarga ham juda alohida e'tibor qilingan. Har bir detali, supportlari qizartirilgan, qizil nimaga bo'yalgan. Также bu avtomobilimizda slipoy zonalar bor, bokovoy o'yinlarda. 7 Pro avtomobilimizda bu narsa bo'lmaydi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismlari juda ham необычный rangda to'q jigar rang bo'ladi. Ko'rib turganingizdek. Juda chiroyli atmosferada bo'ladi. Также o'tirganingizda ko'pchilik pamять sиденье nima deganda ko'pchilik unchalik ham tushunmaydi, yoshi katta insonlar bor. Pamять sиденье mana eshikning obshivkasini o'zida ko'rsatishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerdan настройка qilsangiz bo'ladi. Также oilada 3 kishi mashina haydaydigan bo'lsa, 3 kishi ham o'ziga mos pamять sиденье qilsa bo'ladi. Ya'ni sиденьeni men o'zimga tortaman. Birinchisiga saqlanib qilsam bo'ladi. Agar ikkinchisiga misol uchun dadangiz yoki akangiz bo'ladigan bo'lsa, u kishi o'zining ligirovkasini qilsa bo'ladi. Buni uchinchisiga ukangiz o'zining sezginasini ligirovkasini to'g'rilab saqlanib qilib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni o'tirganda xohlagan o'sha o'zini настройкасini tanlaydigan bo'lsa, sezginya ya'ni o'shanga qarab moslashadi. Tak, bu tomonga keladigan bo'lsak, bizlarda barimiz joylashgan. Холодильник bo'ladi ichida. Ko'rib turishingiz mumkin. Juda ham katta, keng. Также yo'lda ketayotganingizda musiqa eshitaman desangiz, musiqani ham mana bu yerdan bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Avaringalar ham juda ham удобно joylashgan. Также ruchnik, avtohold va rejimlarni ham bu yerda almashtirsangiz bo'ladi. Parkovka ham juda ham qulay, mana bunaqa. Bitta parkovka bosib qo'ysangiz bo'ladi. Borda kechqurun haydayotganda orqani ko'rmasangiz, mana bu yerda kamerani qo'shib ham zadniga bemalol haydaysangiz bo'ladi. Bu yer ham juda ham chiroyli и plus besprovодной zaryadka, ya'ni iPhone, Samsung qanaqadir S25 Ultra shunga o'xshagan telefonlar bo'lsa, bemalol zaryadka olsa bo'ladi. Также bu yerda bitta USB port, bitta Type-C portlarimizga joylashgan. Pastakanik, yana akkuratno buni yopib qo'ysangiz ham bo'ladi, chiroyli ko'rinish uchun. O'shanaqa narsalar qo'yilgan. Plus bu avtomobilimizning o'zida paroga bo'lmaydi. Biz qo'shimcha jihoz asosida qo'yib qo'yganmiz bu narsani. Bunga alohida to'lov qilinadi, ya'ni narxidan tashqari. Zavodskiy o'zining tonirovkali ham bo'lmaydi. Bular ham o'zi qo'shimcha jihoz. Orqa salonga keladigan bo'lsak, juda ham keng salon. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan va juda ham yoqimli akustikaga ega bo'lgan avtomobil hisoblanadi. Hozir orqasiga o'tirib ham ko'rsataman. Tak. Sony akustikada bo'ladi. Также qishni kuniga orqada yosh katta odam o'tiradigan bo'lsa ham, xo'jayinlarimiz o'tirsa ham bemalol sezginyani isitib ketsa ham bo'ladi. Ya'ni sezginya obogreflarigacha bor. Plus podlokotnik, ya'ni uzoq yo'lga ketayotganda qiynalmasdan biron nimaga suyanib ketsa ham bo'ladi. Mana shunaqa tartibda. Patologlar zavodskiy qora bo'ladi. Olgandan keyin qoraytirishga hech qanaqa bir tuningga xarajat qilish shart emas. Qanaqadir sezginyalar qo'yib, hamma narsasi o'zida bor. Komfort sezginyasini o'zi ham tikka emas. Bemalol suyanib ketsangiz ham bo'ladi. O'sha tomonlar udom. Sezginyani o'zi ham akkuratni ishlatilgan. Ko'rib turganingizdek bemalol o'tirasiz. Tak. Tak, mashinamizning orqa qismiga keladigan bo'lsak, LED farada bo'ladi. O'zi qoraytirilgan bo'ladi bu ham. Buni ham ya'ni midnight qilish shart emas. Plus orqaga haydayotganingizda partronika datchiklari ham alohida ogohlantirib, qanaqadir to'sib qo'yadigan bo'lsa, urilib ketishini oldini olish uchun cheylab, ya'ni o'rtadagi masofani ko'rsatib turadi. Old tarafdan ham bitta ko'radigan bo'lsangiz bo'ladi. 360 kameramiz mana bu yerda joylashgan. Juda ham akkuratni ishlatilgan. Old tarafni ko'rsangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Tiggo 7 Pro'dan birga bir ishlatilgan, faqat bitta ikkita farqlari bor. Privodlariga keladigan bo'lsak, Tiggo 7 Pro Max avtomobilimiz polniy privodda bo'ladi. Ya'ni 4 ballon harakatlansa, motorlari 1.6 bo'ladi, 1.6 turbina. Tiggo 7 Pro avtomobilimiz esa 1.5 turbina bo'ladi, shuningdek oldi privodda. Rasxodlari unchalik farq qilmaydi, где-то yarim yoki 1 litr farq qiladi. Uzoq 100 kilometrga где-то 8 litr rasxod qiladigan bo'lsa, Tiggo 7 Pro esa 7 litr rasxod qiladi. O'sha tomonlarda farq qilishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu oq variantda.
Bon razmer disklari ham 18 lik bo'ladi. Обычный diskada. Unchalik farqi yo'q. Mana. Bu salon qismlariga keladigan bo'lsak, uni qora stilda. Qora qilib ishlatilgan, lekin bu avtomobilimizda ham pammet сиденье, shuningdek 360 gradus kameralar ham mavjud. Bu avtomobilimizda ham xolodilnik bor. Ko'pchilik xolodilnik so'raganlar uchun ham ko'rishingiz mumkin. Bu avtomobilimizda ham paroglar bo'lmaydi zavodga, bunda ham qo'shimcha jihoz asosida qo'yilgan. Tak, o'sha tomonlari bu avtomobilimizda ham orqa ko'rinishlari mashhurda chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Bunda parktronика datchiklari bor. Bu avtomobilimizdagi emas, sal kamroq bo'ladi bu yerda. Nima deb qolamiz? Kimga to'liq grafiklari yoki-da mashinani o'zini haydab ko'rish, misol test qilib ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta Cherry, ADM Master Samarqand, yangi zapchast bozoriga bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Kelib, bu yerda mashina haqida to'liq ma'lumotlarni olib, to'liq grafiklarni ham chiqarib ketishingiz mumkin. Barchangizni kutib qolamiz.